Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolariga. Keyingi navbatda gazavli uskunamiz ham xudo xolasa egalariga tayyor bo'lyapti. Bugun kechga nasib bo'lsa tayyor bo'ladi. Ertalab yuklash boshlaymiz. Andijon Izbosganga bir komplet gazavli uskunamiz 10 ta qolipi bilan akamiz zakaz bergan. Qoliplarning oxirgi qolip terilyapti yo'qda. Yarim kilolik qolipidan 10 ta zakaz komplet holatda bo'lgan. Bu yoqda mana qo'ygan qoliplari. Akamiz bir komplet penalni apparatini bo'lgan, prostoy qolipimizdan 3 ta qolip bilan komplet holatda zakaz bergan. Shu 3 ta qolipimiz shu aka tayyorlangan. Gazavloydan, penavloydan birdan boshlamoqchi ekan. Kelib ko'rib zakazlarni berib ketishgan akalarimiz уже mana bir hafta atrofida, bir hafta oldin zakaz berishdi, уже bugunga mana tayyor bo'ladi. Bu yerdan gazavli uskunasi bo'lchaklari ham turadi o'tgan safar videolarda. Hop, bir komplet Yozyovonga 8 ta qolip bilan olib borildi. Uni videosini chiqara olmadik. Bugun kechga xudo xolasa Samarqand Bulung'urga bir komplet gazavli uskunamiz 2 ta qolip reskasi komplet holatda suv bo'lchaklari bugun kechga nasib qilsa chiqib ketadi ular. Motorlari bir fazaga ishlaydi. Bu yoqdan bir fazaga ishlaydigan qilib ichida to'kini olib o'tganmiz. 220 tokda ishlaydi do'stlar. Motorlari ham yangi motorlarni qo'yib beryapmiz. Ichki ko'rinishlari. Motorimiz ham qozonimiz yarim kubalik bo'ladi. Bitta tayyorlaganda ana shu qolipga yetadi. 12 ta chiqaradigan. Rastorga bitta tayyorlaganda 12 taga yetkazib beryapti. Gazavli, penavli uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz do'stlar. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yoqdan ruchnoy reskalari. 10dan tortib 10, 20, 30 xohlagan razmerda kesib ketishaveradi. Mana reskalari ular. Bu yoqdan suv bo'lchalarini o'lchab olib suvlarini 110 litrga tayyorladik. Kichkina bo'lchamiz ichida ham 2 dona 1,5 kilolik temperaturada bu yoqda suv datchiklar ko'rsatib turadigan haroratini suvda. Bu yoqdan 1 tonnalik suv yo'ngisimiz. Gazavloydagi bu ham. Penavlo, gazavlo uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Prostoy qoliplarimizniki komplekt vodiy ichiga 3 ta qolipi bilan hamma narsasidan $750, O'zbekiston bo'ylab $800. Yevro komplektimiz vodiy ichiga $850, O'zbekiston bo'ylab $950 dan 3 ta qolipi bilan qilib berilyapti. Bu komplektimiz narxi $950, vodiy bo'ylab $1000 dan O'zbekiston bo'ylab. Buningcha qimmatli sababi o'rtasi yuzda turbaga teshilgan, har bir dona g'ishtda 2 donadan teshik chiqadi o'rtasi. Mana bunaqa shaklda chiqadi. Bir-biriga cho'k bosadigan svyazkali bo'lib chiqadi. Bu Lego qoliplarimiz. Rastvor bo'lchaklarini bir kishi o'zim penavli kuyaman degan akalarimiz rastvor bo'lchalarini zakazga tayyorlab beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bor. Kelib shu yerda o'rganib ketsanglar ham bo'ladi, dastavka qilib olib borilgan joyda o'rgatsangiz ham bo'ladi. Birdan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.